Ob-havoning keskin ko'tarilishi biz tez tibbiy yordam xodimlari uchun ishimizni keng ko'lamda oshishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun xalqimizdan iltimos qilardikki, hayotiy ehtiyojlaringiz bo'lmasa ko'chaga chiqmang. Uy salqinligini saqlash maqsadida deraza va eshiklarni mustahkamlab yopib qo'ying. Tez-tez, kam-kam suyuqlik ichishingizni tavsiya qilamiz. Bunga choy, xona haroratidagi suv, qaynab sovitilgan suv, har xil tabiiy sharbatlar, tarvuz suvlari va tabiiy kompotlar hisoblanadi. Gazli ichimliklar, alkogol, spirtli ichimliklar iste'mol qilish qat'iyan man qilinadi. Chunki bunda organizm o'zi shundoq ham suvsizlangan holatda yurakka ortiqcha yuklama bermaslikni tavsiya qilamiz. Hozirgi sharoitda sog'lom odamlar juda ham qiynalishmoqda. Yuragida nuqsoni bor, qon bosimi baland yoki pastga tushib ketadigan bemorlar, homilador ayollar, nogironlar ayniqsa juda ham bu issiq haroratdan qiynalishadi. Shuning uchun iltimos qilardikki, ko'chaga chiqmang. Hayotiy ehtiyojlaringiz ustun bo'lmagan holatda ko'chaga chiqmang. Shu o'rinda homiladorlikni boshdan kechirayotgan ayollarimiz iltimos sizlardan, o'zingiz va farzandingiz sog'ligiga bee'tibor bo'lmang. Issiq harorat nafaqat sizni, balki farzandingizni ham sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qon bosimini keskin oshib ketishi yoki keskin tushib ketishi homila hayotiga jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Anormal issiq sharoitlarda iloji boricha xonadonlaringizdan, uylaringizdan tashqariga chiqmasdan salqin joylarda ko'p suyuqlik ichib, o'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmasligingizni so'rab qolamiz. Aziz yurtdoshlar, anomal issiq ob-havo sharoitida o'zingiz va oila a'zolaringiz sog'lig'iga bee'tibor bo'lmasligingizni iltimos qilib qolardik. Hurmat bilan tez tibbiy yordam xodimlari.